Nashe Kamal Xo'jayev ko'chasida ayollar madrasasini ochyapmiz. Eldi salimi bilan endi unga Oybekdan mana Xudo xolasa g'ish so'radik. G'ishini beryapti. Mana bir kecha birinchi kelib tushdi. Shu ayollarga madrasa solyapmiz. Endi Oybek elga Qo'rg'onga ko'p ishlar qilib berdi. Mana yo'llarda hamma yo'llarda, loy yo'llarda hammasini sheben qilib berdi. Nima qildi? Mana shu Lato'da ayol hukumatı berganda, ayol hukumatimiz Abduqodir aka yo'lchi berganda texnikadan polni yordamda tosh shebeniga doir o'sha Oybek o'rnatirgani yordam berdi. Kran, katta texnika ko'chiradigan tolpol, teralar hammasini katta ekskavatorlar bilan ko'chirishib, shebenlarni olib kelib mashlar o'rnatishdi. Bizde mescit kuruluşumuz baharda Mart ayında başlandı. Mart ayında başlap eldin küçü bilen başladık birinci. Keyin deputatımız Aybek gelip kanday yardam gerek diyordu. Gıştı ayttık şunda gış yardam gerek desek gış alıp gelip verdi. Ondan keyin şagal bunday kanday narsa desek yardam ko'rsatib Özü kelip her zaman da teşrif gelip bu yaptığım işler kanday kamçilik dep sorup durdu. Kanday bir kamçilikler bolsa aytыңlar dedi. Keçeki yakında bunu erge eketajlık ananday soralı desek boptur gışını berem, sementini berem dep ketken. Endi kelip kalsa hani başlayız dep turabız. Xudo xolasa shu masjidni deputatlarimiz mahalla köy el kuchi bilan quryapti. Ko'proq Oybek, Bahramjon deputatlar yordam beryapti. Endi bir iltimosimiz Oybek deputatdan shu mahalla köyga toza suv nimasini olib bersa yaxshi bo'lar edi. Deputat bo'lib Oybek bizga ko'p yordam beryapti. O'zi bozor ko'rganda tug'ilib o'sib, bozor ko'rgan el uchun xizmat qilyapti. Bu boyunca Yuqori Kengash deputati Oybek Oltinbegovichga qayrilganmiz. Oybek Oltinbegovich o'zi kelib, maktabimiz aylanib chorasini o'quv bo'lmalarini ko'rdi dagi. Bizga kerak nima yordam kerak deganda bir klass komplekt parta, stol, shkaf, doskalar bilan kerak dedik. Ular qildirib olib kelib berdi. Yana yordam dedi, endi biz yangi maktabni shu qurilishiga yaqinda yordam bersangiz degan o'yimizni aytdik. Xatlar bilan qayrildik, lekin harakatni boshladi. Belga, jilga deb agay Prietniy dokumentatsiya ishlariga aqcha qaraldi. Xudo kelib, analizlarni olib, prietniy dokumentatsiya ishlarini yurgiziladi degan o'y fikrlarda aytdi. Endi xudo xolasa shu kelajakda ishlariga rivoj berib, jashnakay bo'lib, xudo xolasa bizga ham mana shu elda bizni umidimizni amalga oshira turgan bo'lishiga harakat qilsanglar bo'ldi.